Bugun 5 ta burgerdan chempionini aniqlaymiz. Birinchi burgerimiz keldi, faqat bitta tishlaysiz. Bitta donami? Ha. Hop, burgerimiz turkaniki ekan. Burger mazasi yaxshi, lekin bundan ham yaxshi burger borligiga ishonaman. Men buni 3-o'ringa qo'yaman. Okaman buni sizga. Bu MBC'ning firmenniy burgeri. O, ko'rinishi turibdi. O, sirlari lekin chetlaridan oqib turibdi. Mazasi zo'r, sirri mazasi vaqti noodatiy bo'lib ketdi. Men buni 2-o'ringa qo'yaman. Okey, mana bu O'zbekistonning burgeri. Vau, O'zbekiston burgeri ham vaqti adaptatsiya bo'lib ketdi-yu. Bismillah. Mazasi lekin rosa ham zo'r ekan. Go'shtlari yumshoq bo'lib pishgan. Men buni bemalol 1-o'ringa qo'yaman. Birinchi o'rin qo'yasiz. Ha? Bundan keyingilari zo'r bo'lishi mumkin-ku. Endi bunisini vaqt ko'rsatadi. Koreyani burgerini yeb ko'ring. O, Koreyani burgeri ekan. Tovuq go'shtidan tayyorlangan ekan. Buni men 5-o'ringa qo'yaman. Mana aka keyingisini bering. Afrikani burgeridan yeb ko'ring. Vau. Afrikani nima bu qora o'xshatganmisizlar? Ichida kotlet, pomidor, sir, piyozi bo'lar ekan. Keyin boshqacha sous mana boygilar oqida. Mana ishi ham qora ekan. To'rga 100% tortadi. Shunda chempion O'zbekiston burgeri dey. Chempion O'zbekiston burger